Bugun biz bir fayzli xonadonda fotiha to'ydamiz. Bu galgi 70 kishilik fotiha to'yimiz haqiqiy fayzli va to'kin dasturxon bilan o'tdi. Menyumizda mazali tandir go'shti, xushta'm tovuq go'shti, baliq taomlari, turli xil salatlar va bir-biridan shirin desertlar mehmonlarga tortiq qilindi. Har bir taom nafaqat ta'mi, balki chiroyli bezatilishi va yuqori sifati bilan ham barchaga manzur bo'ldi. Eng ahamiyatlisi, taomlardan tortib salatlar va hatto mojitogacha ideal dasturxon asoschisi Matluba opaning o'z qo'llari bilan tayyorlandi. Shu sabab dasturxonimizda alohida mehr va mazza sezilib turdi. Ideal dasturxon jamoasi xizmat sifati, tozalik va tartib borasida ham haqiqiy professional ekanliklarini ko'rsatishdi. Tadbir davomida yog'gan yomg'ir esa baraka belgisidek bo'lib, ochiq havoda tayyorlangan stollarimiz uy ichiga joylashtirildi va mehmonlarimiz uchun yanada shinam muhit yaratildi. Agar siz ham to'y, fotiha yoki oilaviy marosimlar uchun ishonchli ketering xizmati izlayotgan bo'lsangiz, Navoiydagi nomer 1 ketering xizmati Ideal dasturxonni tanlang. Ideal dasturxon har bir dasturxonni idealga aylantiradi.